Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalar salomatmisizlar? Xo'p, qadrdonlar, Ramazon oyini yarmiga yetgan bo'lsak ham birorta video chiqarmabmanki, Ramazon bilan tabriklab sizlarni. Shuning uchun sizlarga Ramazon tabrik sifatida bir bayt o'qib bermoqchiman, Xudo xolasa. Nima deydi? O'zim yaxshi ko'rgan narsani shu meni ko'rib turayotgan odamlarga bo'lishkim keladi. Shuning uchun sizlarga bir bayt o'qib beraman. Endi to'liq o'qimagan taqdirimda biladigan odamlar kommentariyaga davomini yozib ketasizlar. Xudo xolasa boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Marhabo ey bulbuli shirin ado, xush keldingiz. Sadqa bo'lsin bir duri qiymatbaho, xush keldingiz. Gul kecha keldi jahonga, ul sadafning batlidan nazdi haqqa bir duri qiymatbaho, xush keldingiz. Zoti olinga adovat toshini kimlar otar, daf etib haq aytadur tabbat yado, xush keldingiz. Haq ziyofat kechasi olamni sadrang ayladi, sayr etib bir lahzada arshi alo, xush keldingiz. Jumla payg'ambarni Tangrim nomi bilan chorladi, yo nabiy deb chorladi sizni Xudo, xush keldingiz. Siz sano aytib tahiyyotni bajo qilgan zamon, sam'ingizga keldi haqdin bir nido, xush keldingiz. Muhammad Mustafa nomli jahonni sarvaridirsiz, nabiylar xotami insu basharni rahbaridirsiz. Zaminu osmon janji munavvar kavkabidirsiz, tamomiy anbiyolarni halimu kamtaridirsiz. Tasadduq sizga jon, oxir zamon payg'ambaridirsiz. Xo'p, qadrdonlar, baytni to'liq aytmadim. Endi bu yerda bayt bo'ldi. G'azal bor, she'r bor, ruboiy bor, shunga o'xshagan bu baytlarni yodlashga o'zim bir ish qilyapman. Xo'p, qadrdonlar, meni ismim Muhammadali Samadov. Boshida kanalimning nomini Muhammadali Samatov deb nomlagan edim, lekin ismimni ko'p buzib yozishganligi uchun oxiri familiyamni o'zini qoldirishga majbur bo'ldim. Sababi bu o'zim hech kim bastirman, lekin bu ismni ehtiyotini qilishimiz kerak degan fikrdaman musulmon xalqiga. Xo'p, qadrdonlar, yana bitta bayt aytib beraman sizlarga. Ilindim. O'zi avvalam bir aytib bergan edim. Yana buni aytib berishga harakat qilaman, Xudo xolasa. Har kishining ota-onasi agar rozi emas, hazratim ummat demaslar, ham Xudo bandam demas, ham yana ul choryorlar barchasi do'stim demas, pir murid demas, Halilulloh ham millat demas, qop-qaro bo'lg'ay yuzi bir tavbasi ham maqbul emas. Kabani 100 martaba borib ziyorat aylasa, kechalar qoyim turib toat ibodat aylasa, kunduzi ro'za tutib Qur'on tilovat aylasa, dunyoning borin hamma hayru saxovat aylasa, har kishining ota-onasi agar rozi emas, hazratim ummat demaslar, ham Xudo bandam demas. Yer yuzida ancha ming masjid binolar qilsa ul, ham yana ko'prik ravotu madrasa ko'p qilsa ul, kunda 100 ming ochalang'ochga libos suv non bersa ul, ilmi holu ilmi qol kashfi karomat qilsa ul, har kishining ota-onasi agar rozi emas, hazratim ummat demaslar, ham Xudo bandam demas. Xo'p, qadrdonlar, bu ota-ona haqida aytilingan baytni Mashrab bobomiz yozgan, shu yerda yashab o'tgan inson. Xo'p, bu baytlarni sizlarga ilinib aytdim. Birinchidan Rasulullohni ummatimiz musulmonchilik jihatdan, ikkinchi tomoni ota-onaning qadriga yetish masalasida. Bir yerga kelgan edik. Bu yerda mana bunday chiroyli gumbazlar bo'lyapti. Xo'p, qadrdonlar, tushunib yetganlaringda bu yer masjid. Masjidni mana ichkarilarini ham bitta ko'rsatasiz. Bu masjidning gumbazi. Xo'p, buni ko'rsatishdan maqsad nima? Mana shunaqa xizmat qiladigan ustalar bormikin deydigan odamlar uchun bu video kimnidir tijorati uchun bo'lmayapti. Bu ayni savob talabidagi insonlar uchun bo'lyapti. Men sizlarga like bosinglar, kommentariya qoldiringlar, bir-birlaringizga ulashinglar deyishim shart emas. O'zlaring bilib, shu hamma ishni qilib qo'yaverasizlar. Sababi shu gumbazda Xudo xolasa mana bu bitgan korpusimizga ko'rsating. Tepasida gumbazi yo'q, mana shuni ustiga olish kerak. Xo'p, tepasiga qo'ysak, Xudo xolasa shu masjidimiz bitib qoladi. Ular masjidimiz tashqi ko'rinishi, qani kelaveramiz. Xo'p, qadrdonlar, mana hozir mana shu holatga kelguncha, mana shu odamlardan yig'ilgan pul yordamida mana shu holatga keldi. Xudo xolasa endi mana shu yerga gumbazini qo'yib olish kerak. Mana shu gumbazini qo'yish uchun hozir ustaning xizmati, gumbaz yasovchi ustalar xizmati 40 million so'm,
bundan keyin o'sha kran kerak, yana nimadir kerak. Yana qanchadir xarajatlar bilan taxminan shu 50-55 million, 60 million orasida summa ketadi deb o'ylayapmiz. Taxminiy hisob-kitobga ko'ra. Xo'p, endi hozir bu yerdagi ichki отделкаларni, boshqalarni aytmayapman. Hozir bu yerda gumbazini o'ziga ketadigan xarajatimiz. Xo'p, savobga sherik bo'lib qolish uchun yaqinlarga ulashib qo'ying videoni. Xudo xolasa, mana shu yerda bitganini ham albatta sizlar bilan baham ko'rib, ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bu yerda sarf qilinayotgan har bir so'm uchun Xudo xolasa ajr savobini qiyomat kunida olamiz, qadrdonlar. Baholi qudrat yordam beringlar, videoni ulashib qo'yinglar qadrdonlarga. Albatta like tugmasini bosib, ko'proq odam ko'rsa, hech bo'lmasa qo'limizdan kelgani shu tarqatish bo'lsa ham ozgina yordamdan tepib qoladi. Kimdirdir 5 mingdir, 10 mingdir, 20 mingdir, endi kim quvvatiga qarab ozgina ehson himmat qilsalaring, Xudo xolasa masjidimizga, savobiga teppa-teng sherik bo'lasizlar. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida turibmiz. Keyingi videolarimizda yana o'sha o'zimizni xalqni rivojlantirish uchun videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Podдержка qilib turganlar uchun hammalaringga rahmat. Salomat bo'linglar.